bahona qilgan, charchab ketdim. Ertalabdan beri uborka qilaman, dachaga olib borasiz deb. Olib borganingiz yo'q. Bahonangiz dachalar hammasi qimmat. Oilaviy bolalar bilan kelishgan, toza, семейный dacha qidiryapsizlarmi? Men o'zim oilam uchun shunaqasini topdim. Videoni qarindoshlar bilan maza qilib borish uchun sahrani chiqib olinglar. Men obzorni boshladim. Shunda chorvoq bochkaga yetmasdan o'ng qo'lda Rayhon nomli bolalar bilan kelish uchun qulay bo'lgan, hovlisi kenggina dacha bor ekan. Rayhon oilaviy dachaga ikkilanmasdan boringlar, chunki yozgi basseyn deysizlarmi, qishki basseyn, sauna deysizlarmi, besetka, tapcha, bolalarga игровой площадка, hamma narsa bor. Bilyard deysizlarmi, даже massajni kreslo ham bor ekan. Lyulka deysizlarmi, домашний кинотеатр, karaoke deysizlarmi, даже тренажерный zal bor. O'zi dachaga bor, trенажерный zalda shug'ullanadiganlar bormi? Shunaqa qiziq развлечениялар ko'pki, katta oila bo'lib borsanglar ham, bolalar ham, kattalar ham hech narsani talashmasdan maza qilib dam oladigan zo'r dacha ekan. Katta oila bo'lib borsak, qanaqa qilib uxlaymiz, sig'amizmi desanglar, bu yerda juda ham ko'p xonalari va uxlashga joylari bor ekan. Ikkita двухспальный, ikkita to'rtta spalnili, undan tashqari divan, kravatlar ham bor ekan. Ko'rganinglarda chaqaloqlarga lyulkalar ham bor. Так что katta oilalar hech ham tiqilishib qolmaysizlar. Rayhon dachani yana yoqqan tomoni, ovqatlanib, cho'milib, maza qilganinglardan keyin oshxonalarni yig'ishtirish yoqmaydi-yu. Bu yerda ikkita qiz bor, sizlar uxlab turguninglargacha xuddi hech narsa bo'lmagandek hamma yonni top-toza qilib qo'yishadi. Yana kuninglarni maza qilib, cho'milib, dam olib davom ettirsanglar bo'ladi. Xullas, 3-4 ta oila maza qilib kelib dam olaman desanglar, men adreshi sizlarga Rayhon dachani tavsiya qilaman. Rayhon dachaga kelish uchun direktdan murojaat qiling yoki telefon qilishingiz ham mumkin.